Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Xalq deputatlari tuman kengashining navbatdagi 7-chaqir 23-sessiyasida 25 nafar deputatlardan 20 nafar ishtirok etmoqda, 5 nafar turli sabablarga ko'ra ishtirok etolmayapti. Shuningdek, bugungi sessiyada tuman hokimi o'rinbosarlari, xalq deputatlari, viloyat kengashi deputatlari, tuman ichki ishlar bo'limining o'rinbosari, tuman rahbarlari, tashkilot rahbarlari va vakillar qatnashmoqdalar. Sessiya o'tishini boshlash vakolatiga ega xalq deputatlari tuman kengashining navbatdagi 23-sessiyasini ochish to'g'risida taklif kiritaman. Xalq deputatlari tuman kengashining navbatdagi 23-sessiyasi ochilsin degan taklifni ma'qullagan deputatlarni qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlarini so'rayman. Rozilar? Qarshilar? Yo'q, betaraflar yo'q. Bir ovozdan ma'qullandi. Xalq deputatlari tuman kengashining navbatdagi 23-sessiyasini ochiq deb e'lon qilaman. Deputatlar, amaldagi qonunlarga muvofiq sessiya kotibini saylab olishimiz kerak. Sessiya kotibi etib 14-avgust saylov okrugidan saylangan deputat Shamsiyev Jasur Maqulov taklifini kiritaman. Boshqa takliflar bormi? Yo'q. Bo'lmasa ushbu taklifni ovozga qo'yaman. Shamsiyev Jasur Maqulov sessiya kotibi etib saylansin degan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishlaringizni so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q, betaraflar yo'q. Bir ovozdan ma'qullandi. Marhamat, Jasur Maqulov belgilangan joyda ishga kirishingiz mumkin. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, sessiya kun tartibini tasdiqlab olishimiz kerak. Sessiya kun tartibi qo'llaringizga tarqatilgan. Ushbu kun tartibi bo'yicha boshqa taklif, fikr, mulohazalar bormi? Yo'q. Bo'lmasa qo'l ko'tarib munosabat bildirishlaringizni so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q, betaraflar yo'q. Bir ovozdan tasdiqlandi. Kun tartibi
kiritilgan masalalar xalq deputatlari tuman kengashi doimiy komissiyalar tomonidan tegishli tartibda o'rganib chiqilib, muhokama qilingan va sessiya kun tartibiga kiritilgan. Hurmatli deputatlar, sessiya reglamentini tasdiqlab olishimiz kerak. So'zga chiquvchilar uchun 5 daqiqagacha, ma'lumotlar uchun 3 daqiqagacha, muhokama etish uchun 10 daqiqagacha. Sessiya reglamenti bo'yicha boshqa takliflar bormi? Bo'lmasa, ko'plar munosabat bildirishlarini so'rayman. Rozilar. Rahmat. Qarshilar yo'q. Shu tarafda yo'q. Birozdan tasdiqlandi. Sessiya ish reglamenti birozdan tasdiqlandi. Endi hurmatli deputatlar, sessiya ishida ovozlarni hisoblash, ovoz berish natijalarini aniqlash va nizoli masalalarni hal etish uchun deputatlar orasidan sanak komissiyasini tuzib olishimiz kerak. Sanak komissiyasi raisligiga Shohruh Mirzaqulov deputatlardan a'zoligiga Suya Xudoyberdiyeva va Bo'riboyeva va Omon klubdan to'ra qiluvchilarni ta'kidlari kiritilmoqda. Sanak komissiyasi tarkibi bo'yicha boshqa takliflar bormi? Yo'q. Rahmat. Bo'lmasa, qo'l ko'tarib munosabat bildirishlarini so'rayman. Rozilar. Rahmat. Qarshilar yo'q. Birozdan tasdiqlandi. Endi kun tartibidagi masalalarning muhokamasiga o'tsak. Birinchi masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 5-apreldagi yoshlarga yer ajratish orqali ularning daromadlarini oshirish va bandligini ta'minlash, shuningdek yangi yer maydonlarini o'zlashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi HQ 123 sonli qarorining Payariq tumanidagi ijrosi to'g'risida tuman hokimining o'rinbosari Ilyos Nojiboyev tumanida yozildi. Assalomu alaykum. Hurmatli deputatlar, hurmatli raislik etuvchi. Fursatlaringiz bilan Payariq tumanida ishsiz yoshlar bandligini ta'minlash, ularga ajratish rejalashtirilayotgan yer maydonlari to'g'risida qisqacha hisobot berib o'tsam. Bugungi kunda o'tgan 2025-yil noyabr oyida yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirish tumanida ularning yoshlarning bandligini ta'minlash hamda yoshlarni doimiy daromad manbaiga ega qilish maqsadida tumanda xatlov o'tkazilib 816 nafar yoshlarni, ishsiz yoshlarni bandligini ta'minlash reja qilingan. Ularda shu bugungi kungacha ish bilan ta'minlanganlik holati, ijro holati o'rganilganda, tahlil qilinganda bugungi kunda qariyb 500 ga yaqin yoshlarning bandligini ta'minlamaganlik holati aniqlandi. Biz tegishli tashkilot idoralari bilan, tegishli mas'ullar bilan ushbu yoshlarning bandligini ta'minlash bo'yicha qayta xatlov o'tkazdik. Xatlov natijalariga ko'ra 2025-yilda 483 nafar ishsiz yoshlar yer olaman deb xohish istak bildirilgan degan ro'yxat shakllangan. Ushbu ro'yxat 816 nafar ishsiz yoshlarning ro'yxat tarkibiga kiritilib, respublika rahbariyatigacha axborot berdik. Biz o'sha 483 nafarni qayta xatlov o'tkazganimizda ro'yxat ichida ayrim yoshlarimiz ushbu ro'yxatga kirib qolganligi to'g'risida umuman xabarga ega emasligi holatlari aniqlanganligi sababli hurmatli yetakchilarimiz bilan hamkorlikda hamma mahallada yer olaman degan yoshlarni xatlovi qaytadan o'tkazdi. Ushbu xatlov natijalariga ko'ra bugungi kunda 315 nafar yoshlarning ro'yxatlari shakllantirildi. Yer olish istagida bo'lgan yoshlarning ro'yxatlari shakllantirib, Payariq mahalla deputatlari tuman kengashi sessiyasi qarori bilan o'sha ro'yxatni tasdiqlash uchun sizlarga taqdim qildim. O'sha nima bo'ladigan bo'lsa, shu ro'yxatni tasdiqlab beradigan bo'lsalaringiz, ko'rib tavsiya berib tasdiqlanadigan bo'lsa, tumandagi 816 ta ishsiz yoshlarimizning bandligi bugungi kunda qariyb 603 nafar yoshlarning bandligi ta'minlangan hisoblanadi. Bu yerlarni biz reja qilib, g'alla maydonlaridan bo'shagandan keyin 2026-yilga g'alla maydonlaridan bo'shagan yer maydonlaridan har bir yosh uchun ro'yxatlari shakllangan 50 sotixdan 1 gektargacha
yer maydoni ajratilishi o'sha belgilangan amaldagi qonunchilikka muvofiq ajratilishi reja qilinyapti. Ko'rib chiqib tasdiqlaydigan bo'lsalar 816 nafardan mana shu 315 nafarning bandligi yer bilan ta'minlanadigan bo'lsa, umumiy ko'rsatkichimiz 603 nafar yoshlarning bandligi ta'minlangan hisoblanadi. Jumladan doimiy ish o'rniga bugungi kunda o'sha mas'ul tashkilotlar, tuman hokimi va hokim o'rinbosarlari, 37 ta tashkilot rahbarlari ular bilan doimiy ishlashdi, ular bandligini ta'minlash bo'yicha ishlarni amalga oshirib kelyapti. Bugungi kungacha shu 816 dan 140 nafarini bandligi doimiy ish o'rinlari bilan ta'minlandi. Bundan tashqari 18 nafar yoshlarga tadbirkorlik faoliyatlarini boshlash uchun tadbirkorlik kreditlari, imtiyoz kreditlari olib berildi. Bundan tashqari 315 nafar agar bugungi kengashimiz sessiyasi qarori bilan tasdiqlanadigan bo'lsa, 315 nafar yoshlarimizga yer maydonlari 2026-yildagi g'alla mavsumidan bo'shagan yer maydonlaridan 50 sotixdan 1 gektargacha olib berish reja qilinadi. O'sha amaldagi qonunchilikka muvofiq. Undan tashqari 28 nafar yoshlarimiz tartibli migratsiyalarga, yoshlar yetakchilarimiz mas'ul tashkilot idoralari tomonidan tartibli migratsiyalarga yuborildi. 24 nafar yoshlarga ularni doimiy band qilish uchun subsidiya orqali jihozlar olib berib, ularning bandligini ta'minladi. Shuningdek, muddatli harbiy xizmatga bir nafar borish istagini bildirib, muddatli harbiy xizmatga nima qilinyapti? Hujjatlari taqlanib to'liq muddatli harbiy xizmat safarbarligida kuzatish reja qilinyapti. Hamda 6 nafari kasb-hunarga o'qitilib, zamonaviy kasb egallash uchun bandligini ta'minlash reja qilyapmiz. Bugungi kunda bizda qariyb 816 nafar yoshlarimizdan 82 nafari viloyatning 5 ta boshqarmasiga, 5 boshqarma rahbarlariga bandligini ta'minlash uchun biriktirilgan. Ularning bandligi bilan ishlayapmiz. Siz tasdiqlab beradigan bo'lsa, hurmatli deputatlar, mana shu 315 nafar yoshlarimiz 2026-yilga g'alla mavsumida bo'shagan yerni o'zlariga yarim gektardan 50 sotixdan 1 gektargacha bo'lgan yerni oladigan bo'lsa, ularda har bitta yoshning bandligi ta'minlanadi. 315 nafar yoshlarni daromad bandi oshadi. Oilasiga, mahallasidagi qolgan o'sib kelayotgan yoshlarga har taraflama o'rnak bo'ladi. Tuman hokimligi, yoshlar ishlari bo'limlari hamda yoshlar yetakchilari ushbu yoshlarga ajratiladigan yerlardan ular samarali foydalanishi, doimiy daromadlarga ega bo'lib, kerak bo'lsa 3 barobar hosil olishligi bo'yicha biz ishlaymiz. Ularni o'sha ajratiladigan mahalla hududidagi yoki mahalla hududidagi qo'shni mahallalarda ajratib beriladigan yerlar bo'ladigan bo'lsa, doimiy samarali foydalanish ustidan nazorat qilib, monitoring qilib, navbatdagi o'sha sessiyalarga hurmatli deputatlar muhokamasiga qo'yib borishni biz reja qilamiz. Mening hisobotim tugadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hurmatli Prezidentimiz rahbarligida yoshlarga yangi hayotlik imkoniyati berilgan. Bu yer ajratish shulardan biri. Albatta, 50 so'm 1 gektar degani juda katta ish. Shunda juda ko'p daromad topish mumkin, lekin fermerlar masalasida qanday fermerlar shu suvni sug'oradigan joylardan saviya bilan munosabat bildiradi. O'sha hurmatli raislik aytuvchi, bu prezidentimiz 2024-5 apreldagi 153-sonli qarorida aynan yoshlarga yer ajratish masalasi ko'tarilgan. Bu yoshlarga yer ajratish bugungi kunda mana prezidentimizning 24-fevraldagi yoshlar bilan bo'lib o'tgan ochiq muloqotida ham bir faxrlanib tilga oldilarki, O'zbekistonda qariyb 22 million aholisi bu yoshlar ekan. Yoshlarga barcha imkoniyatlar, 32 turda imkoniyat, vakolat va ularda nimasini belgilab berib, imtiyozlar berdi. Shundan kelib chiqib, yerlar masalasi bo'yicha bu qarorda, prezidentimizning qarorida ham eng unumdor yoshlarni bandligini ta'minlaydigan, ularning daromadini oshiradigan, doimiy daromadlarga ega qilish uchun ajratiladigan yerlar o'zi unumdor yerlardan, suvli yerlardan deyilgan ko'zda tutilgan. Mana shu yerga xabaringiz bor. Bu masala bo'yicha biz aynan to'g'risini aytib o'tishimiz kerak. Bugungi kungacha tahlil qilganimizda eski yillarda ajratilgan 3 ta mahalladagi qariyb 10 gektarga yaqin bo'lgan yer na fermerlar foydalangan, na yoshlar foydalangan. Xalos holatga kelib qolganlik holatini biz aniqladik 3 ta mahallada. Bunaqa holatga biz nima qilmaymiz? Tegishli tashkilotlar bilan doimiy monitoring, doimiy nazorat o'rnatib, kerak bo'lsa biz yoshlarga yordamchilarimiz o'sha yerlardan fermerlar
o'zini yoshlarni o'zini yashab turgan mahallasida ja bo'lmasa qo'shni bir-biriga hudud yaqin bo'lgan o'sha yer maydonlaridan ajratilishi, u fermerlar bilan muzokaralar olib borilyapti. Tegishli mas'ullar bilan birgalikda har bitta mahallalar kesimida aniqlangan o'sha yoshlarga konturlar qo'yib chiqyapti. O'zini mahallasi, misol uchun Farovon mahallasidan bo'ladigan bo'lsa, Farovon mahallasidagi mavjud fermerlarning salohiyati ko'rilib, yerlarda bandit, umumdorlik banditlari aniqlanib, o'sha yosh joyni oldimi, ertangi kunda doimiy daromad manbayiga ega qilish maqsad bandligini ta'minlash, bu bo'yicha ishlayapmiz. Rahmat. Hurmatli deputatlar, savol Juda yaxshi dolzarb bo'ldi. Hozirgi shu bundan oldingi ajratilgan yerlar borda, o'qib o'tdingiz. Bundan nechta dedingiz? Minglab aytdingiz-ku. O'sha yarim gektardan berilgan. Ana o'shandan nozorat kimda shuni? Birinchisi. Ikkinchisi, mana agar nozorati bo'layotgan bo'lsa, o'shadan bir 3 tasini mana obod qilgani bormi? 3 dona, 4 dona, masalan 8 mingta dedingiz, bu sifrani keltirdingiz-ku, oldingi berilganlar. Hammasi aksariyati ular tushunmay qilindi. U yer sotib olindi. Hozir mana 3 yil bo'ldi shu. 3 yil to'ldida endi soliqlari kelyapti. Soliqlari kelgani yeriga borib ko'rmagan. Bu yarim gektar yer ajriq bosyapti. Ya birov borib ko'rmagan. Ana soliqlar bordi, majburiy ijro boryapti, janjal ko'tarildi. Birinchi o'rinda shuning uchun boyaga aytgan 315 tangiz agar haqiqatdan agar bergan bo'lsa, talabgor bo'lsa, o'shani nazoratini olish kerak. Bu hech narsa emas ekan. Yaxshi, hozirgi bu qarorlarimiz yaxshi chiqdi. Bo'shagan joy hech narsa emas. U hech narsa kuymaydi-da u. Lekin buni sotib olgan, millionlab pulga sotib olganda, 317 millionlab sotib olgan joylarda bo'lish 30 yilga bo'lib to'lash buni. Men 3 yillik 17 million, 15,5 million bo'libdi. Ha, bu hali foydalanib ko'rmagan, yeriga borib ko'rmagan. Borsangiz dahshat, zarar kunanda bo'ladi endi, ajriqlar bosgan. O'sha nazoratida gap. Buni men uni o'zimdan olgan yerlar shu yoshlarga berildi-da. Mana shu qayerga borsa ham, xatiya shuni bir nazorat qo'yish kerak, xatiya 4 ta 5 tasi qilgani bo'lsa, endi kunga borganda savol tug'ilganda mana deb ko'rsatadigan bo'lish kerak-da. Nazoratdagi. Rahmat. Bu bo'yicha targ'ibot va tushuntirish ishlari birgalikda boshlashimiz kerak. Marhamat. Elyor Nordigitovich mana hisobotimizda 816 ta, 315 ta, 59 ta, 82 ta, 360 ta yosh qolyapti. O'sha qolgan 360 ta ishsiz yoshga ham biron bir chora tadbirlar shakllantirilganmi? Agar shakllantirilgan bo'lsa, ularni ish bilan ta'minlashga nima choralar ko'rilmoqda? Shu haqida ozgina ma'lumot. Shu rahmat, savolingiz haqiqatan o'rinli. Bu 816 nafar ishsiz yoshlarga Payariq tumanidagi mavjud 37 ta korxona tashkilot rahbarlari har biriga alohida ishlash talab etiladigan yoshlar toifasiga kiradi ular. Shundan 816 tasini doimiy bandligini ta'minlashimiz sharti belgilangan. Bu tuman prezidentimizning o'zlari topshiriqlari. 816 nafarda 5 ta viloyat boshqarma boshliqlariga 82 nafar. Shundan qoladigani bizning tumandagi 37 ta tashkilot rahbarlari, hokim o'rinbosarlari har biriga bo'lib berilgan. Bu bo'yicha mana misol o'rtamizdagi, aramizdagi deputat Bahrul akani o'zida ham shaxsan o'sha Nakurt hududida yashaydigan 13 nafar ishsiz yoshimiz bandligi ta'minlash qilingan. Bu bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilangan. Bu faqat yer ajratish nazarda tutilmagan. Ularning bandligini ta'minlash masalasi bo'yicha doimiy ish o'rni, ularda yo'l xaritalari shakllangan, har bir mahalla bo'yicha yo'l xaritasi shakllanib, imtiyozli kredit olish istagi bo'ladigan bo'lsa, imtiyozli banklar bilan kredit olib beryapmiz. Tashkilot rahbarlari tomonidan ularga motokultivator, svarichniy apparat, shunaqa nimalar olib berib, bandligini ta'minlab kelyapti. Qolganimiz bo'yicha ham biz ishlayapmiz. Kun tartibida prezidentimiz tomonidan har payshanba yoshlar kuni deyilgan, nafaqat yoshlar bilan uchrashish. Bu uchrashuvda ham biz tashkilot rahbarlariga shuni ta'kidlab kelyapmizki, asosiy payshanba kuni yoshlar bilan bo'lib o'tadigan uchrashuvlarda yoshlarni mana shu
bandligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratib kelyapmiz. Kunlik monitoring oladi. Savolingiz uchun rahmat. Rahmat. Hurmatli deputatlar, boshqa Bitta savol bor. rahmat. Rahmat savolingiz, Ashirik va savolingizga javob bu haqiqatan to'g'ri. Bir endi aytmasa men o'zim qiynalaman. Siz to'g'ri aytdingiz. Biz kelgandan keyin bir ishchi guruh qilib, tegishli mas'ul idoralar bilan o'rgandikda 2023-2024 haqiqatan qarovsiz bo'lib qolgan. Fermer undan vaqtincha daromad qilib, ham o'zi daromad ko'rgan, ham davlat zaxirasiga qarlab haqni topshirdik. O'sha joyda biz yoshlarga berdik, ayrim yoshlar tomonidan nima qilinmagan joylari aniqlandi. Xususan Istiqlol mahallasida, Taraqqiyot mahallasida 10 gektar na fermer foydalanyapti, na yoshlar foydalanyapti. 2023-yil berilgan. Endi yutib olgan auksiondan o'sha botni qaytarib olinglar, men foydalamayman, soliq kelyapti. Vaqtida foydalanmayman. Shu tarafini ko'ryapmiz. Xudo xolasa bu agar sizlar tasdiqlab berib, o'sha 315 nafar yoshni ertangi jamiyatda o'z o'rnini topishga harakat qilib, shu qaror bilan tasdiqlasak, biz doimiy bu bo'yicha qaror bilan biz o'zimizga mas'uliyatni zimmamizga olyapmiz. Nafaqat bizni o'zimiz, hokim o'rinbosarlari hamda o'sha yoshlar agentligi bilan birgalikda ular bilan qattiqroq ishlab, o'sha joyda o'zini bir soliq yo'q, hech narsa yo'q. Foydalansa bo'ladi, imtiyoz deydi ular bitta imtiyoz. Agar faqat nazorati bo'lsa, vaqtida bu reglament ushbu masala yuzasidan so'z tuman kengash doimiy komissiyasi a'zosi Shohir O'rinovga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 5-apreldagi yoshlarga yer ajratish orqali ularning daromadlarini oshirish va bandligini ta'minlash, shuningdek, yangi yer maydonlarini o'zlashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PP 153-son qarorining Payariq tumanidagi ijrosi to'g'risidagi masalalar doimiy komissiya yig'ilishida ko'rib chiqildi va xalq deputatlari tuman kengashining sessiya kun tartibiga kiritildi. Rahmat. Shohir O'rinov. Ushbu masala bo'yicha qaror loyihasi tayyorlangan. Qarorni tasdiqlab olib berishlaringizni so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Bir ovozdan tasdiqlanadi. Kun tartibidagi navbatdagi masala tumanda 2025-yil davomida jinoyatchilikni oldini olish, jamoat tartibini saqlash va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash borasida amalga oshirilgan ishlar va yo'l qo'yilgan kamchiliklar yuzasidan tuman IIB boshlig'i o'rinbosari, jamoat xavfsizligi xizmati boshlig'i Amrev Mirzaxon Saxovichning hisobot to'g'risida. Rahmat. Assalomu alaykum, aziz shaharchilar, hurmatli deputat, yoshlar sessiyasi raisi. Muzarrar profilaktikasi tomonidan 2025-yil 12 yil davomida amalga oshirilgan va yo'l qo'yilgan kamchiliklar bo'yicha ma'lumot. Payariq tumanida 45 nafar profilaktika inspektorlari shtati soni bugungi kunda kelib 66 nafarga ko'paytirilib, har bir mahalla profilaktika inspektorlar lavozimi joriy etilgan. Muqaddam sudlangan bir nafar profilaktika inspektor, muqaddam bir nafar profilaktika inspektor 6500 nafar aholi xizmat qilgan bo'lsa, hozirda bir nafar profilaktika inspektorlar o'rtacha 3500 4000 nafar aholi xizmatiga ko'rsatib kelinmoqda. Bugungi kunda 65 nafar profilaktika inspektorlar jamlangan bo'lib, shundan barchasi oliy ma'lumotli, ulardan 12 nafari huquqshunos, 24 nafar pedagog, 30 nafari boshqa mutaxassislarni tashkil etadi. Profilaktika inspektorlar xizmat olib borishga qulaylik yaratish maqsadida xizmat ko'rsatuvchi mahallalarda 42 ta xizmat uylari
imtiyozli kredit asosli transport vositalari bilan ta'minlangan. Shuningdek, tayanch punktlari soni hozirda 64 dan tashkil qiladi. Biroq yaratilgan imkoniyat va qulayliklarga qaramasdan tartibot idoralari, mahalla va oilaviy qo'llab-quvvatlash bo'limlari hamda davlat va nodavlat organlari, shuningdek keng jamoatchilik bilan hamkorlik to'g'ri yo'lga qo'yilmaganligi oqibatida bir qator kamchiliklar yo'l qo'yilgan. Mahalla jinoyatchiligi bo'yicha 2025 yil 12 oy davomida tuman bo'yicha 315 ta oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar sodir etilgan. Jami 633 ta jinoyatlarning 59%ni tashkil etadi. Shunda qotillik 2025 yil 3 ta, Bobur, Ulug'bek, Sarbozor mahallalarida sodir etilgan. Og'ir tan jarohati yetkazish 2024 yil 7 ta, 2025 yilda ham 7 ta teng holatda Juvozxona, Mustaqillik, Darmishib, Bobur, Qumchuq mahallalarida bittada, Fitrat mahallasida 2 ta og'ir tan jarohati yetkazish jinoyatlari sodir etilgan. Bundan o'rtacha og'ir tan jarohati yetkazish holati 2025 yilda 5 ta, 2024 yilda 8 ta, 35% ga kamaygan. Farovon, Javsharota, Naqul, Ahmad Yassaviy, Do'stlarobod mahallalarida sodir etilgan. Badanga yengil tan jarohati yetkazish holati 2024 yilda 19 ta, o'tgan bo'lsa 2025 yilda 19 ta holat qayd etilgan. Mahallalar kesimida Go'zal, Farovon, Darmishib, Javsharota, Madaniyat, Ahmad Yassaviy, Navbahor, Xo'jasmoil, Bunyodkor, Qumchuq, Sarbozor, Tomoyrat, O'zbekiston va Yangi hayot mahallalarida sodir etilgan. Shuningdek, joylarda profilaktik inspektorlar tomonidan profilaktik tadbirlarning to'g'ri tashkil etilmaganligi natijasida 2025 yil 12 oy davomida 65 ta mahallaning 25 tasi yoki 38%da jinoyat sodir etilmagan bo'lsa, 32 tasida yoki 49%da jinoyatlar barqaror saqlanib, 8 tasi yoki 12%da oldi olinishi mumkin bo'lgan jinoyatlar sodir etilishiga yo'l qo'yildi. Yashil bu masala doimiy komissiyalarimizda ko'rilgan. Hurmatli deputatlar, savol bormi? Assalomu alaykum. 19-saylov okrugi deputati Yusupova viloyat kengashi deputati. Mana 2025 yilda muhtaram prezidentimiz birinchi sonli qarori asosida xavfsiz muhitni yaratish bo'yicha tashkilotlarga, mana xalq ta'limi bo'limi 42 ta tashkilotlarga video kameralar o'rnatildi-da. Vaholanki o'sha 42 ta kamera hali hanuzgacha ishlagan. 42 ta kamera faqat jasadi turibdi, o'zi yo'qda ishlamaydi. Ana shular ishlaganda haqiqatdan jinoyatni oldini bilar olarmidi? Bu bo'yicha lekin juda ko'p joylarga men chiqdim. Hech qanday natija yo'q. O'sha kameralarni haqiqatdan har bir tashkilotda o'zini shaxsiy puliga o'rnatdi. To'g'risida ishlagan yo'q. Qayerga murojaat qilamiz? Vazirlikkanmi, prezidentkanmi, men bilmayman. Ishlagan yo'q. Bizlar o'rnatganmiz 6-maktabga. Vaholanki ishlagan. Bu bo'yicha javob bersangiz. Bu masala bo'yicha deputatlar bana bitta narsani aytish kerak. Bu masala sessiya ko'pchiligiga bu taklif berilgan. Taklif qanday? Hammasi moddiy hisobga deb taqalganligi uchun uni munosib taklif berilgan. Shu ruxsat bersalar shu taklifni mana oxiriga yetkazish masalasi bo'yicha hammasi moddiy mablag' bilan taqalgani uchun bu taklifini sessiyaga qo'yishlar shundan mahalla byudjetdan hokimiyat byudjetdan pul mablag'i bilan oxiriga yetkazish masalasi shu masala bo'yicha taklif qilingan. Oxiriga qo'yilgan, lekin hammasi oxiriga yetkazish uchun. Bu ko'p maktablarda 100% maktablarga ham qo'yib ketgan, lekin oxiri yo'q. Uni miyasi qo'yilmagan, o'zi faqat nima qo'yib ketgan. Simi yo'q. Simi yo'q. Oxirgi hammasi to'lovga moliy to'lovlarni hammasi shu mahalla byudjetdan oxiriga yetish masalasi mana deputatlik kengashiga taklif qilingan. Ichki ishlardan bitta yordam bo'ladi.
ulash masalasi o'zimiz chiqamiz o'ylaydi. Keyin bo'lib ketadi. Sahonim sizga doim komissiya yig'ilishida ushbu bitta kameralarga qanday sharoitda, qancha sen, qancha metr, kilometr o'shalarni hisoblab o'lchab chiqish bo'yicha shu bo'yicha gaplashilib, shu masalalarni oxiriga yetsangiz yaxshi bo'ladi. Bu masalalarni oxirgi sessiya nimasiga deputatlar modeliga taqdim etiladi. Uni mas'ul rahbarga, xodimga aytganman, uni ko'rib chiqyapti hamma tuman bo'yicha. Buni shaxsiy pulimizni berganmiz-ku, u pulni bizga berasizda. Endi shaxsiy pulingizni nima deyolmayman. Uni o'sha ulangan oxirgi bitganini ulash chorasini necha metr qancha ketishini taklifini shu deputatlar kengashi modeliga taklifini beradi. Shu masalani yana ko'rib chiqish tarafdoriman keyingi sessiyalarda. Marhamat, boshqa savol yo'qmi? Assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchilar. Muzaffar Sohonovich, hammamizga ma'lum, muhtaram prezidentimiz shu ichki ishlar tuzilmasiga topshiriqlar berdi. Sizlarning tuzilmalaringizni haqiqiy izchil xalqparvar tizimga aylantirish bo'yicha topshiriqlar berildi. Juda katta sizlarga e'tiborlar ham e'tirof ham qilinadi. Kamchiliklar ko'rsatildi. Shu masalalar bo'yicha sizlarda qandaydir rejalar bor? Sektordan o'zlaringizga reja, kelajakda shu prezident sektordan keyin qiladigan ishlaringiz bo'yicha biror ishlar amalga oshirdingizmi? Mahallaviy ishlar, yaqinlashtirish bo'yicha. Rahmat. Marhamat. Rahmat. Bu bo'yicha muhtaram prezidentimiz tomonidan rahmat e'tirof etdingiz. Bu bo'yicha yil itogi bo'ladi. Bizda yo'l qo'yilgan xato kamchiliklar bo'yicha har birinchi chorak boshida o'zimizga reja qilib bu ishlarni Ichki ishlar vazirligi o'zimiz boshqarma boshlig'imiz tomonidan o'zimizni sohaviy rahbarlar xodimidan ichki ishlar bo'lim rahbar tomonidan tasdiqlanadi o'zimizga reja. O'sha rejalar kuchaytirish maqsadida har bir yo'nalish bo'yicha ishni xizmatni jadal tashkil qilib o'tgan yilgi bo'lgan kamchiliklarni xato qilmaslik uchun muhokama yig'ilishidan keyin chora tadbir ishlab chiqqanmiz. Har bir yo'nalishda mukammal izchil muhtaram prezidentimizni oldini olayotgan shu asosga asosan xizmatni chora tadbir belgilab olamiz o'zimiz. Rahmat. Yana savol bormi? Bo'lmasa, rahmat. Ushbu masala yuzasidan so'z tuman kengashi doimiy komissiyasi raisi Sobir To'xtameshievga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli deputatlar, raislik qiluvchi. Ushbu masala yuzasidan biz doimiy komissiyada muhokama o'tkazdik. Tumandagi 25-yil davomida jinoyatchilikni oldini olish, jamoat tartibini saqlash va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash borasida amalga oshirilgan ishlar va yo'l qo'yilgan kamchiliklar yuzasidan tuman IIB boshlig'i o'rinbosari, jamoat xavfsizligi xizmati boshlig'i Amrayevning hisoboti to'g'risidagi masalalar doimiy komissiya yig'ilishida ko'rib chiqilgan va xalq deputatlari tuman kengashiga sessiyasiga kun tartibiga kiritish tavsiya etilgan. Rahmat. Ushbu hisobot bo'yicha qaror loyihasi tayyorlangan. Qaror loyihasiga ovoz berishingizni so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Bir ovozdan tasdiqlanadi.
kun tartibidagi navbatdagi masala xavfsiz va ravon yo'l umummilliy dasturi ijrosi hamda Payariq tumani IBJXX yo'l harakati xavfsizligi guruhi tomonidan yo'l transport hodisalarini oldini olish, harakat xavfsizligini ta'minlash va jamoatchilikka qarshi jinoyatchilikka qarshi kurash borasidagi xizmat faoliyatining 2025 yil natijalari to'g'risida Rashidov Komil Abdulaziz o'g'lining hisoboti to'g'risida. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli rais etuvchi. 2025 yilda qilingan ishlar hamda yo'l qo'yilgan kamchiliklar yuzasidan hisobotim. Payariq tumanida shtat birligi yo'l harakati xavfsizligi bo'yicha 2 nafar xodim, Samarqand viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan 6 ta yo'l patrul xizmati inspektorlari 2 ta mobil ekipaj bilan biriktirilgan. Bunda 6 nafar xodim ham yo'l harakati xavfsizligi xodimi bilan birgalikda Payariq tuman xodimlari 3000 dan ziyod qo'pol qo'yda buzarliklar aniqlanib, ularga keskin choralar ko'rilgan. Mast holda transport vositasini boshqarganligi hamda ko'cha bezoriligi sifatida mana zakslarda ishtirok etgan haydovchilarga tegishli tartibda sud idoralariga chiqarib bayonnomalar rasmiylashtirildi. Bular bor ko'rtilgan bayonnomalar savol Muhokamaga o'tamiz. Marhamat, hurmatli deputatlar, kimda savol? Marhamat. savol shundayki, mana biz bildik, mayli bu boyag'i jazolash choralar bor endi. Hozir protokol bo'ldi, qo'pol bo'ldi, nima bo'lsa jazolash choralar qo'llanildi. Bizga qiziqtirayotgan biz xalq nomidan endi bu. Xalq nomidan biz jazolovchi emasmiz. Biz shuni qiziqtirayotgan narsa shu jazoni oldini olishga qarshi nima choralar ko'riladi. Shuni qisqacha agar ko'rilgan bo'lsa, shu yo qoralar chiqariladi yoki bir yig'inlar bo'ldimi, nima bo'lsa shuni bitta tushuntirib bersangiz. Bu bo'yicha to'g'ri aytyapsiz. Bu bo'yicha kunlik targ'ibot ishlarimiz bor. Kunlik. Haydovchilarga doimiy profilaktik suhbatlar o'tkazib boramiz. Pitaklar, yo'lovchi tashuvchi haydovchilar bilan yoki umumiy bozor atrofidagi haydovchilarni yig'ib yoki yig'ilish zallarida, mahallalarda doimiy tartibda yig'ilishlar qilib boramiz. Yo'l harakati qoidalariga amal qilishi, kunlik shularni so'rovi, yig'ilishlar o'tkazib boramiz. Buni tahlilini xalqqa ham, o'sha mahallalarga ham borganmiz, mahallalarga ham boramiz, har doim mahallalarga ham yetkazib borganmiz. O'sha misol uchun bitta mast haydovchi tomonidan aniqlansa, o'sha mast haydovchi bilan qaysi mahallada, o'sha mahallasida borib turib, yig'ilish o'tkazib, ularga xalqiga yetkazib, mana shunday keskin choralar oladi. Hozirgi kunda jarimalar kundan-kun oshib borgan, jarimani to'lashni o'zi bo'lmaydi deb tushuntiruv ishlarini olib borib kelganmiz. Shu oqibatida gap, o'sha oqibati tushuntirilsa baribir endi keskin jazolash bor narsa endi. Protokol yozdingiz, jazo bor. Targ'ibot bilan kamaytirishga erishdik shu narsani. Targ'ibot bilan kamaytirishga erishdik. Nisbatan bormi? Nisbatan pasaygan hisoblarimiz bor, ha? Bor, hisobotimiz bor. Bitta mast haydovchi tushdi, o'sha mast haydovchiga chora ko'rilganini bir 30 nafar haydovchilarga yetkazib, mana shunday o'zgarishlar bo'lyapti. Sud tomonidan prava inglishlat bo'ladi. Bu pravani avtomaktabda o'qiysan, keyin chalikka test markaziga borib imtihon orqali olishni o'zi bo'lmaydi. O'sha avtomaktabga borganingizda ham o'zini davlat boji bor, to'lov asosida o'qiysiz. Hamma narsasi tushuntirib boryapti. Mas holatda ketyapsan, to'g'ri ketsang ham aybdorsan. Shunday. Aybdorlik hissini tushuntirib bersa. Shu mas holda transport vositasini avtoavariyalar qilgan qancha? Hurmatli Ramil Abdulaziz, mening bir savolim bor. Masalan, yo'llarimiz, yangi yo'llarimiz bo'lyapti, lekin chiziqlarimiz yo'q. Svetoforlarimiz gohida ishlayapti, gohida ishlamayapti. Keyin radar, video kameralarimiz juda ko'p qo'yilgan ko'chalarimiz bor, masalan, Chelakda. Ba'zilari ishlamaydi. Mana ana shu jarimalardan 20% tuman byudjetiga olish kerakmi? Shunday. Olyaptimi? Moliya bilan tushadi, moliya. 20% bo'ladi. Endi mana yildan-yilga biz yaxshilab borishimiz kerak. Xavfsiz yo'limizni mana
kim umridagi bironta xudo ko'rsatmasin yo'l avtohalokatini ko'rgan bo'lsa, bu bir umr esdan chiqmaydigan hodisada bu. Mana bolalarimiz qancha nima bo'ldi, boshqa bo'ldi. Oydan oyga, yildan yilga nima choralar ko'ryapmizki, shu yaxshi bo'lib ketsa, haydovchilarimiz shu yo'lda bir-birini hurmat qilsa, yoki piyodalarni yoki zebra deymizmi, o'sha hurmat qilsa, hattoki kamar taqib yursa, nima choralar ko'ryapmiz shu bo'yicha. Ishlayapmizmi shu xalqlarga aholi bilan? Pullik profilaktik ishlar doimiy protokol bilan tanishtirib bo'ladi. Pullik profilaktik har kuni. Mana shu bugun ham hozircha joyga chiqdi. Ikki joyga chiqdi. Har kuni. Mana xavfsiz va sog'lom yurt maxsus profilaktik oyligi ketyapti. Hozir boshlangan. 1-martdan 1-aprelgacha. Bu bo'yicha hammasiga mana Shelak shahrida hozirgi avtomaktabga kirib yig'ilish o'tkaziladi. Bu bo'yicha doimiy yig'ilishga o'ziga tegishli xulosa qilgan odamgina ko'chaga chiqqandan keyin yo'l harakati qoidasiga rioya qiladi. Uni misol uchun nechta haydovchi bo'lsa yonida doimiy tartibda gay xodimi yurolmaydi yoki ichki ishlar yoki gay xodimi doim yurolmaydi. Inson o'zidan xulosa qilish kerak-da. O'zidan shu chiqdimi, hamma chiqdimi, yo'lga chiqqandan keyin harakat ishtirokchisi bo'ladi. Harakat ishtirokchisi bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Yo'l harakat qoidasiga rioya qilishga majbur bo'ladi. Majburiyat bilan yutadi. O'sha qandaydir majburiyatni bajarmasligi evaziga yo'l transport hodisasiga sodir bo'ladi. Tumanda bolalar ishtirokida, yosh kattalar ishtirokida ko'chadan o'tayotgan bolani turtib yuborishga, misol uchun o'sha zebra chizig'i deyapsiz, o'chib ketgan yoki bir zinaga daraxtda bekinib qolgan shunaqa holatlar ham bor. Bu bo'yicha o'sha ko'rgan joyimizda avtoyo'l xodimlari doimiy biz bilan hamkorlikda ishlaydi. Avtoyo'l obodonlashtirish mana shu bo'yicha. Aytganimizdan boradi, zinaga bo'lsa, zinaga tushib qolgan bo'lsa qo'yib beradi. Yozma ko'rsatmalar berganmiz. 2020 yozma ko'rsatmaga agar ijrosini ta'minlanmasa, chorasini ko'rganmiz. 196-147 moddalar doirasida sudga taqdim qilganmiz. Sud tomonidan jarimalar qo'llanadi avtoyo'l xodimlari. Bu bo'yicha. Bu endi shunday bo'lsa-ki, mana yangi yo'llarimizga bir chiziqlar chizish bo'yicha mana yana bu yil 2026-yilda yangi O'zbekiston qiyofasidagi tuman misolida yo'llarimiz yanada yangilanadi. Shuni bir dasturlarni mana shu Payariq tumani gapingizni qo'ydim. Payariq tumani Tomoyrod mahallasi hududi doimiy bizda avariya o'chog'i berib kelgan. Hozirgi kunda mana tuman hokimligimiz tomonidan juda ham yaxshi ish rejalari asosida ish boshlangan. O'sha Tomoyrod yo'lini bir qatnovli qismidan ikki qatnovli qismga o'tkazish. Shu masalasi bo'yicha hozir ish ketyapti. Agar shu qarama-qarshi bo'lakka chiqib ketadi haydovchi. Misol uchun uzoqroqdan keladigan haydovchini bunday orientir oladi-yu, tezligini bilmasligi oqibatida chiqadi yo'lga. O'sha chiqqan vaqtiga lop-lop avariyalar bo'lib, shunaqalar avariyalar sodir bo'lgan. O'sha avariya o'choqlariga qilingan ishlar. Assalomu alaykum. 17-o'quvchidan Xudoybek Husayn. Hisobotingizda birinchi bir narsani aytmoqchi edim. O'quvchilarga yo'l harakati qoidalarini bolalikdan singdirish maqsadida darsliklar tashkil qilish hamda dars soatlari ajratish bu ajoyib g'oya. Juda yaxshi ekan. Shu xalq ta'limi boshqalar ishlab taklif bersa, masalan, bolalarimiz uchun bolalar yoshligidan yo'l harakati xavfsizlik qoidalarini o'rgansa, juda ham foydali, chunki ular ham kelajakda bo'lajak haydovchilar hisoblanadi, avtomobil boshqaruvchilari hisoblanadi. O'zlarini xavfsizligi uchun ham bu taklifingiz juda ham yaxshi. Keyin yana bitta bizlar doimiy komissiya yig'ilishimizda muhokama qilganimizda sizdan vakil kishi kelib tumanimizda ikkita yo'l harakati xavfsizligi xodimi bor, ikkita shtati bor deydi. Lekin mana boshqa tumanlarda To'yloq tumanini misol qildi. Hududi jihatdan bizlarda kichkina bo'lsa ham, lekin u yerda yo'l harakati xavfsizlik xodimlari soni bizdagidan ko'proq ekan. Agar taklif bilan chiqsalaringiz, sizlar ham taklif bilan chiqsa, tumanimiz uchun yana masalan yo'l harakati xavfsizlik xodimlari ko'proq bo'lsa, kamda masalan butun tuman uchun o'ylab ko'rsak, mana hozir bitta xodim shu yerda bo'lsa, bitta xodim hozir bitta tumanda Chelak bilan Payariq tumani uchun hozir bitta xodim ishlayapti. Bitta xodim bir o'zi jismonan ham ulgurmaydi yo'l harakati xavfsizlikni yo'lga qo'yishga.
Shuning uchun taklif bildiramiz degan edingizlar, kishi, ya'ni tumanga yana shtat ajratishi bo'yicha taklif bildiramiz deganingizlar, lekin bu hozir hisobotlaringizda taklif qismida ko'rsatilmagan. Shuni o'chirib ko'rsatilmagan. O'zimizda rahbariyat tomoniga berilgan bizga, rahbariyat tomonidan asl bo'lsa beriladi. Taklifingizga ham tilga Shtatlarligini qo'yishmagan. shuni agar bo'lsa, shu bo'yicha ishlasalaringiz, shundagina siz bizlar o'zimiz o'ylagan natijaga erisha olamiz. Rahmat. Rahmat. Mahmud. Deputatlarga asosiy maqsadi budjetni nazorat qilishdir. Asosiy maqsadi budjet. Shu kelganingizdan beri mana 1 yil bo'ldi, 2 yil bo'ldimi, shu tushayotgan o'zlaringizga 20% tushatyapsiz-ku, o'sha mablag'dan o'zingiz hisob-kitob qilib, qanchasini masalan deputatlarga aytdingiz, man biron marta hisobot berganingizda, masalan, mana shu yerda bizlar shuncha jamg'aruvdi, shuni hisobidan mana svetofor qo'yaylik, mana bu yerga chiziq chizaylik deb bir takliflar chiqsangiz, man sizga taklif ham qilaman, savol shunaqa xayolingizdan o'tdimi, o'sha tushayotgan jamg'armamizni nima qilamiz 20% degan bir takliflar bo'ldi sizda. Agar bo'lmagan bo'lsa, kelajakda deputatlardan foydalanib o'zingizni manfaatingizda o'zingizni tashkilotingiz uchun foydalanishingiz mumkin demoqchi edim. Bizlarga o'sha hozir sizni tushunmaysiz qiziq, o'sha 2 yil mobaynida qancha budjetga 20% mablag' tushdi, o'shani aytsangiz. Biz o'rnatgandan keyin 2 milliard tushganini bilamiz. Hisoblari 400 million bizlarga qoladi. Bundan ham hech narsa qilib bo'lmaydi. Shundan eshitganimiz yo'q. Men bu yoqda gapiga bo'ladi. Viloyat yo'l harakat xavfsizligi moliya bo'limi bilan bu narsani shakllantirsa bo'ladi. Haqiqatan rahmat, shu narsani shakllantirib, buni sessiyaga axborot beradi. Rahmat. Assalomu alaykum. Ikkinchi Yangiobod okrugidan bir necha marotaba xalq bilan kurashish bo'yicha Bahor mahallasiga borganimizda svetofor masalasida murojaat qilgan. Biz deputatlik so'roviga borishga tayyorgarlik ko'rdik. Bugun biz hisobotimiz bo'lgan ekan, men sizga taklifni aytmoqchiman. Ko'chada Ishtixon bilan bog'langan katta trassa yo'lda Bahor. O'sha yo'ldan o'tayotganda 3-sinf qizcha o'sha transport hodisasida nogiron bo'lib qolgan. Uni ham borib umuman oyoqqa turadigan holatda emas, hattoki yordam so'rayapti. Onasi ham psixologik qiynalgan. Bu o'sha yo'l transport hodisasi natijasida bo'lganda mahalla raisi ham aholi ham iltimos bizga svetoforda yordam qilyapti. Shuni qanday yechamiz, nima qilsak bo'ladi, qanday ularga yordam bera olamiz? Bahor mahallasi bo'yicha o'zim borib o'rgangandim. Haqiqatan ham o'sha Ishtixon bilan bog'laydigan asosiy yo'l mahalliy aholi maktabga o'tish uchun yo'lni kesib o'tadi. U yo'lga trotuar bilan svetoforni taklifini o'sha mahalla bilan birgalikda qilgandi. Ish rejaga qo'shganmiz. Avtoyo'lga ish rejasiga ham qo'shtirganmiz. Yillik mavsumga qo'yib qilib beramiz degan avtoyo'l tomonidan. Yil davomida qo'yib beramiz degan. Endi bilmayman, qaysi choragiga to'g'ri keladi, mablag' bilan bog'liq. Ayni o'zimizni boyagi so'roqlardan qolgan puldan pul bersa ham mayli, ko'chma bo'lsa ham mayli, tezlashtirib beringlar deyapti. Iltimos. Bu yerga radarni taklifini berganman, radari tezroq bitadi. Radar. Tezlikni kamaytirish uchun radar taklifini berganman. Piyodalar yo'lagi yo'q hatto. Piyodalar yo'lagi yo'q, asosiy yo'ldan chiqishga majbur bo'lyapti bolalar. Shuni bir yozib nazorat qilmasdan. Rahmat. 19 saylov o'tirish deputati Yusuf Qo'rg'on. Men 6-maktab direktoriman. 6-maktabda yaqinda bir voqea bo'ldi. 8-sinf o'quvchimiz maktabga avtomashina haydab keldi. Onasini olib keldi, katta onasini olib keldi. Biz o'sha uni ko'rdik kamerada. Zudlik bilan tushuntirish ishlarini olib bordik, kafolat xatlari berilgan vaqtda ular tomonidan bizga kalitini oldik. Nega siz o'sha targ'ibotlarda shu maktablarga borib 9-10, 11-sinf o'quvchilariga o'tkazmaysizlar? Mashinada harakat qilmaslikda, yo'l harakati qoidalarini biron marta, men masalan 6 yil bo'ldi direktor bo'lganimga, lekin biron marta bor targ'ibot ishlarini o'tkazganlaringiz bo'lmagan. 6 yil bo'ldimi borganingiz?
Bir marta bor, hujjatlarimizni tekshirib keldilarmiz. Yo'l harakat qoida xonasini. Xabar shu yerga harakat xavfsizligi bo'yicha sizni maktabingizga qo'yganman birinchi sizni maktabingizga qo'yganman asfalt. Bilaman. Lekin targ'ibot ham qilish kerak demoqchiman. 9-10. Nimaga video roligini bermadingiz? Tushunmadim. Video roligini nimaga bermadingiz ichki ishlar? Bor ekan videosi. O'sha bolani boshqarib kelganligi bo'yicha nimaga Bu video? bola bilan o'zimiz tushuntirish ishlarini olib bordik. Keskin chorasini ham ko'rish kerak edi. Lekin targ'ibot qilish kerak. Keskin chorasini ham ko'rish kerak edi. Taklifim tushunmadi. Aniqlandimi video holat? Aniqlandimi? Beringizlar. Hozir shu bo'yicha mana Toshkentda voyaga yetmagan bola yo'l harakat xavfsizligi xodimini urib ketdi. 3 nafar bolasini onasi qoldi orqasida. Shu bo'yicha beringizlar, mana maktablarda bo'lyaptimi? Video kuzatuvlaringiz bor. Maktab direktorining xonasiga ulangan. O'sha qisqa rolik, boshqarib kelgan roligi bo'lsa bo'ldimi? Endi boya 80 ga kirgan onasi yig'lab turib oldi. Lekin o'sha insongarchilik, o'zbekchilik. siz maktabga amalga oshiring demoqchiman. Men boryapman maktablarga. To'g'ri, rahmat, boraman. Maktablarga borib yuribman. Rahmat. Lekin qo'shimchasiga sizlardan yordam shu. Rahmat. Boshqa savollar yo'qmi? Yo'q. Ushbu masala yuzasidan so'z tuman kengashi doimiy komissiyasi a'zosi Suya Nurboyeva berdilar. Xavfsiz va ravon yo'l umumiy dasturi ijrosi hamda Payariq tumani yo'l harakat xavfsizligi tomonidan yo'l transport hodisalarini oldini olish, harakat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish borasidagi xizmat faoliyatining 2025-yil natijalari haqida Komil Rashidovning hisoboti doimiy komissiya yig'ilishida ko'rib chiqilgan va Xalq deputatlari tuman kengashining sessiya kun tartibiga tavsiya etilgan. Rahmat. Ushbu hisobot bo'yicha qaror loyihasi tayyorlangan. Qaroringiz tasdiqlab ovoz berishingizni so'rayman. Rozilar. Rahmat. Qarshilar? Yo'q, betaraflar yo'q. Bir ovozdan tasdiqlandi. Kun tartibidagi navbatdagi masala O'zbekiston Respublikasining xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashi deputatining maqomi to'g'risidagi qonunining 3-moddasiga asosan 25-Oqqo'rg'on saylov okrugidan saylangan xalq deputatlari Payariq tuman kengashi deputatlari Jabborov Shohrux Naimovich va 19-Ravot saylov okrugidan saylangan Isayev Zokir Inatullayevlarning o'z vakolatlarini zimmasidan chopib qilish to'g'risidagi tuman saylov komissiyasi raisi Jo'rayev Dilmurod Tolibjonovning axborot to'g'risida marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar va sessiya ishtirokchilari. O'zbekiston Respublikasining 2004-yil 2-dekabrdagi xalq deputatlar viloyat, tuman va shahar kengashining deputatining maqomi to'g'risidagi 706-2-sonli qonunning 3-moddasiga asosan 19-Ravot saylov okrugidan saylangan xalq deputatlari Payariq tuman kengashi deputati Isayev Zokir Inatullayevich va 25-Oqqo'rg'on saylov okrugidan saylangan xalq deputatlari Payariq tumani kengashi deputati Jabborov Shohrux Naimovichlarning bugungi kunda o'z vakolatlarini zimmasidan soqit qilish to'g'risida yozma ariza berganligi sababli deputatlik vakolatlarini muddatdan oldin tugatish masalasini xalq deputatlari tuman kengashining sessiyasida ko'rib chiqish uchun ushbu axborotimni qabul qilib deputatlik vakolatlarini muddatdan oldin tugatish to'g'risidagi taklifimni tasdiqlab berishingizni so'rayman. Rahmat.
o'tirishingiz mumkin. Ushbu masala yuzasidan so'z, ushbu masala bo'yicha savol yo'qmi? Yo'q. Masala yuzasidan so'z tuman kengashi doimiy komissiyasi raisi Lola Jalilovga beriladi. Marhamat. Xalq deputatlari Sayar tumani kengashi deputatlari vakolatlarini muddatidan ilgari tugatish to'g'risidagi masalalar doimiy komissiya yig'ilishida ko'rib chiqildi va tuman xalq deputatlari sessiyasiga ko'rib chiqishga tavsiya etildi. Rahmat. Ushbu masala bo'yicha qaror loyihasi tayyorlangan. Qarorni tasdiqlab ovoz berishingizni so'rayman. Vazirlar. Rahmat. Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Bir ovozdan tasdiqlanadi. Kun tartibidagi navbatdagi masala korrupsiyaga qarshi kurashish yuzasidan Samarqand suv ta'minot AJPR filialida o'tkazilgan o'rganish natijalari to'g'risida xalq deputatlari tuman kengashining korrupsiyaga qarshi kurashish, davlat organlarida ochiqlikni ta'minlash va huquqiy masalalar bo'yicha doimiy komissiyasi raisi Mahkamov Sobir To'xtameshievning axboroti to'g'risida. Marhamat. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, xabarlarimiz bor. O'tgan yili biz har bitta tashkilotda bir oyda bitta tashkilot mezoni bilan o'rganishlar olib borgandik. Ushbu ishimizni bu yil ham davom etkazyapmiz. Ushbu oyda tumanimizda korrupsiyaviy holatlarni oldini olish maqsadida Samarqand suv ta'minoti aksionerlik jamiyati tuman filialida o'rganish amalga oshirildi. Unda xalq deputatlari, tuman kengashi deputatlari Mahkamov va Omonov hamda hamkor tashkilotlar vakillari ishtirok etdi. Samarqand suv ta'minoti AJ Payariq tuman filialida o'rganish natijalari va tuman prokuraturasi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga asosan nazoratchilar tomonidan iste'molchilarga nisbatan firibgarlik, haqiqatda mavjud bo'lmagan qarzdorlikni bor qilib ko'rsatish yoki tarmoqda noqonuniy ulanish holatlarini aniqlash kabi korrupsiya xavf-xatarlar saqlanib qolayotganiga amin bo'ldik. Bunday korrupsion holatlar ijtimoiy korrupsiyani asosini tashkil qiladi va ushbu holatga quyidagi biz o'rganish davomida to'qnashgan quyidagi holatlar olib kelishi ehtimoli katta. Mexanik suv hisoblagichlar ko'rsatkichlari billing tizimiga bir oy ichida iste'molchi tomonidan taqdim etilmaganligi oqibatida kunlik hisoblash usuliga o'tishi va odatda suv iste'moli uchun ko'proq haq yuzaga kelishi. Bu ya'ni o'sha suv hisoblagichlarini ko'rsatkichlarni agarda biz abonentlik bo'limiga fuqarolar abonentlik bo'limiga yetkazmasa, abonentlik bo'limi bir oylik hajmda ishlatilgan xarajatni har oy qo'shib boraveradi. Buni evaziga abonentning qarzdorligi oshib ketadi. Buni tushunmagan, billing tizimini tushunmagan abonent bundan norozi kayfiyatga o'tib oladi. Ko'pchilik iste'molchilarning suv iste'moli bilan huquq va majburiyatlari yuzasidan yetarli darajada xabardor emasligi, huquqiy ongining pastligi, korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tizimlarining maqomi va vakolatlari davlat organlari va tashkilotlarida har xilligi, xususan ularning faoliyatini normativ tartibda solish faqat idoraviy ichki hujjatlar bilan qamrab olinganligi. Shunga ko'ra
mazkur yo'nalishda korrupsiya xavfini kamaytirish maqsadida quyidagilar taklif qilinadi. Sudan kim kelgan? Hamga ko'rmadim. Biz o'rganishlarda o'tiringizlar. Biz o'rganishlarda doimiy komissiya yig'ilishida ham gaplashib olganmiz va o'zimiz takliflarimiz berganmiz. Shunga qaramasdan yana bir marta tanishtirib o'taman. Nazorat tadbirlari natijasida aniqlangan suvdan noqonuniy foydalanish holatlarini elektron shakldagi da'vatnomalar orqali rasmiylashtirish va jarayonni raqamlashtirish hamda smart telefonlarda ishlovchi dasturiy ilova ishlab chiqish, ushbu raqamlashtirish jarayonida huquqbuzarlik aniqlangandan to sud qarori chiqquncha yetkazilgan moddiy zarar undirilgunga qadar bo'lgan jarayonni to'liq qamrab olish. 25-30 yillarda bosqichma-bosqich tumandagi barcha hududlarda ichimlik suv iste'molining nazorati va hisobini yuritish bo'yicha masofadan ma'lumot uzatuvchi aqlli suv hisoblagichlarni bosqichma-bosqich o'rnatish. Iste'molchining to'lov savodxonligini oshirishga qaratilgan targ'ibot-tashviqot ishlarini amalga oshirish. Jamiyat tizimdagi tashkilotlar o'rtasida korrupsiyaga qarshi reytingni joriy qilish hamda reytingda eng yuqori natija qayd etgan tashkilot xodimlarini rag'batlantirib borish. Sohada sodir etilgan yoki etilayotgan korrupsiyaga oid huquqbuzarlik haqida xabar bergan shaxslarni himoya qilish hamda rag'batlantirish. Soha ma'muriy boshqaruv xodimlari va nazoratchilarni korrupsiyaga qarshi virtual akademiyaning maxsus kurslarida bosqichma-bosqich o'qitish orqali korrupsiyaga qarshi kurashish borasidagi bilim va ko'nikmalarni oshirish. O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonuniga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritib, korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tizimlarining huquqiy maqomi va vakolatlarini belgilovchi qonun hujjati ishlab chiqish va ularga ma'muriy surishtirish o'tkazish vakolatini berish. Bu tashkilotning o'zi uchun. Axborotim tugadi, savollar bo'lsa marhamat. Rahmat, Shavkat Mirziyoyevich, endi so'zni shu tashkilot tarafdoriga bersa, bu ishdan biroz ishlatiladi. Assalomu alaykum. Samarqand sud ta'minoti aksiyadorlik jamiyati Hayatman filiali rahbari Abdulla Jahongirov. Haqiqatan ham shu xalq deputatlari tuman kengashi deputatlari bo'lganligida tegishli topshiriqlar berildi o'sha korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha. Bundan buyog'iga o'sha berilgan topshiriqlarga asosan xulosalar qilindi va yuqori turuvchi rahbariyatimizga ham takliflar yuborildi. O'sha 2030-yilgacha, 2028-yilgacha qilinadigan ishlar bo'yicha xulosa qilib, bundan buyog'iga aytilgan takliflarni iloji boricha inobatga olishga harakat qilamiz. Menimcha eng birinchi biz suvni ulug'lashimiz kerak, suvni ehtiyot qilishimiz kerak va suvga judayam yaxshi munosabatda bo'lishimiz kerak. Ana shu amalga oshirsak, keyin tumanimizda suv bilan ta'minlash bo'yicha yaxshilab bo'lishi mumkin. Kimda savol bor? Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar. Men 7-boshlovchi saylov okrugi mana korrupsiyani oldini olish bo'yicha siz tashkilotingizda muhokama qilgan deputatlar borib o'rganib keldi. Mana shu meni savolim va taklifim quyidagicha bo'ladi. Mana shu qaror qismiga hurmatli raisimiz qo'shishimiz kerak bo'ladi.
Mana shu bir oy muddatda sobiq to'xtamovich aytgan takliflarni chora qabul qilib, aniq manzilni ko'rsatib, qaror qismiga hozir tasdiqlashimiz kerak. Biz keyin bir oydan keyin, 2 oydan keyin, 3 oydan keyin nima o'zgarish bo'ldi? Ana o'shani o'rganib Rahmat. Rahmat taklif uchun. Chunki Jahongir hozir sobiq to'xtamovich aytgan oxirdagi takliflarni e'tibor qilgan bo'lsangiz, judayam yaxshi va judayam kelajakda katta maqsadlarni o'ylab taklif berildi. Siz bu takliflarni albatta jamoangiz bilan o'ylab ko'rishingiz kerak. Bayar uchun Bayar Samarqand suv ta'minot korxonasi kichkina tashkilot emas. Judayam katta tashkilot, odamlar taqdiriga ta'sir qiladigan narsa. Assalomu alaykum. Men 15-sayyor okrugning Dehqonov Fatimaman. Ichimlik suvining yaroqsizligi. Siz javobgarsizmi? Bu masala Yangiqayot mahallasi yashayman, o'zim istiqomat qilaman. Suvi yaroqli emas deb hisoblayman. Chunki qum chiqardi. Boshida ko'chib kelganimizda 2 yildan keyin ketadi. Fatima, 3 yil, 4 yil, 5 yil bo'ldi. Masalan, bir kosa suv oladigan bo'lsak, tagiga haligacha qum chiqardi. Men 2-3 marta murojaat qilganman. Qavat uyda turasizmi? Fatima, bir minut. Hozir ikkinchi masala bor. Birinchi korrupsiyaga qarshi tasdiqlab keyin savol beramiz. Yana savol bormi korrupsiya bo'yicha shu tashkilot, suv oqova tashkilotida korrupsiya holati yo'qmi? Marhamat. Bormi? Ushbu masala bo'yicha qaror loyihasi tayyorlangan. Ushbu masala yuzasidan so'z tuman kengashligi komissiyasi a'zosi Omonov O'ktam To'raqullichga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Korrupsiyaga qarshi kurash yuzasidan Samarqand viloyat Bayar tuman suv ta'minoti filialida o'tkazilgan o'rganish natijalari to'g'risida xalq deputatlari tuman kengashining korrupsiyaga qarshi kurashish davlat organlarida ochiqlikni ta'minlash va huquqiy masalalar bo'yicha doimiy komissiya raisi Sobir Mahkamovning axboroti to'g'risidagi masalalar doimiy komissiya yig'ilishida ko'rib chiqilgan va xalq deputatlari tuman kengashining sessiya kun tartibiga kiritish tavsiya etilgan. Rahmat. Ushbu masala bo'yicha qaror loyihasi tayyorlangan. Qarorni tasdiqlab ovoz berishingizni so'rayman. Rozilar. Rahmat. Qarshilar. Yo'q. Bir ovozdan tasdiqlandi. Kun tartibidagi navbatdagi masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 25 noyabrdagi kambag'allikdan farovonlik sari dasturini amalga oshirishda faol nuroniylarni jalb etish tadbirlari to'g'risidagi 1.5 sonli qarorining tumanda ijrosi to'g'risida Samarqand suv ta'minot filiali boshlig'i to'g'risida marhamat. Bu masala bo'ldi savol bo'lmaydi. Baygi komissiyada ko'z chiqqanga marhamat. Kimda savol bor? Marhamat. Assalomu alaykum. Hozir ichimlik suvi tortilayotganligi juda ham yaxshi, lekin qurilish ishlari oxirigacha sifatli bormayotganligi bitta achinarli holat. Chelak hududi Chelak shahar G'oybota mahallasida qayta Sadriddin Ayni ko'chasida murojaat tushyapti. Quvur yorilib, ko'chani suv bosyapti. Bir marta ketdi, sifatsiz ketdi. Hozir mana bugundan menga videolar bilan tashlab beryapti. Yana suv ko'chani urib oqib kelyapti.
hozir har bir Shu kifoyatdan da bo'ladi. hisobni mana hozirgina hisoblagichlar aylanayapti deb aytyapsizlar. Bunga kim javob beradi? Nazorat qiladi. Qaysi ko'chada emish? Sadriddin Ayni ko'chasi. G'oyibota mahalla. Yozmay daftaringizga shuni bir nazorat qiling. Bugunni o'zida bartaraf qilamiz, xabarim bor. Menga bir rasm tashlab berdi. Chelakda avariya brigadamiz bor. Hozir xabar beriladi. Bartaraf qilinadi. Avariya holati endi ichimlik suvi ta'minot bo'lgandan keyin u shunda chiqarilgan narsa suvlarda bartaraf qilamiz. Yorilgan shaklida. Joyiga qo'yamiz. Rahmat. Marhamat. Buyoq qum masalasi bo'yicha shu Xuddi shu masala Mirzo-Ulug'bek mahallasida ham Chorbog' ko'chasida ulangan, haligacha suv chiqmaydi. Keyin boyagi birinchi bergan savolimga ham javob kutaman. Men o'zim xonadonimda xohlasangiz mana hozir sessiyadan chiqib birga boramiz. O'zim filtr qo'yganman, to'lib ketgan qum. Har kunda filtrni almashtirishga majbur bo'lyapman. Suv sotib olib ichaman. Ichimlik suvini bir yilda bir marta Samarqand suv ta'minot aksiyadorlik jamiyatida laboratoriya qilish bo'limi bor. Alohida o'sha laboratoriya misol 16 ta tuman shahar bo'ladigan bo'lsa, har birida har bitta inshootda suvlari olib ketib yilda bir marta laboratoriyadan o'tkaziladi. Agar yaroqsiz bo'lsa, u ishga qayta ruxsat berilmaydi. Agar yaroqsiz bo'lsa-da, agar siz aytayotganday yerda o'sha Yangi hayot mahallasi ko'p qavatli joyda turadigan bo'lsangiz, yerda kamida 10 ga yaqin dom bor. Hozir biron marta lekin odamlardan murojaat tushadi, aynan ichimlik suvi bo'yicha emas, kanalizatsiya bo'yicha emas. Sizdan birinchi marta eshityapman. Endi bundan buyon agar shunday bo'ladigan bo'lsa, laboratoriya chaqirib xulosasini olamiz. To'xtovsizmi endi? Surunkali chiqib keladimi? 5 yildan beri. Hammadan chiqadi bu yoqda lekin deputatlar qizlagan laboratoriya qilamiz. Ikkinchi savol Mirzo-Ulug'bekdagi suv chiqmasi. Mirzo-Ulug'bek mahallasi bundan agar kimga esida bo'ladigan bo'lsa, bundan 1 yil oldin, masalan, siz yosh yetakchisi bo'lib ishlaysiz mahallada. 1 yil oldin Isroil Ismoilovich eski tuman hokimi tomonidan topshiriq berilgan Chelakda 2 ta mahallada 2022-23 yillarda suv ta'minoti tortilgan. O'sha vaqtda 1 yil oldin men rahbarlik o'tkazayotgan vaqtda topshiriqlarning bittasi shu Chelakda suvini chiqarib berishi. Hozirgi kunda hali uncha savollar ham tushsa kerak. Chelakda bashi 4000 tadan ziyod xonadon ichimlik suv ta'minotini ta'minlanyapti-da. Lekin o'tgan safar doimiy kengashda ham aytganim, buni yana ko'rib chiqamiz. Biza shartnoma qilish masalasida ochiq turibdi. Bizga hozir suv berish majburiyatimiz yo'q Chelak uchun. Chelakda 7 ta mahalla uchun suvni o'chirib qo'ysak ham bo'ladi. Lekin o'sha tuman hozirgi tuman hokimimiz Shunqa Xomosh tomonidan Chelakka suvni ochib beringlar. Shartnomani asta-asta mahalla bilan birga qilasizlar degan ko'rsatib aytgani uchun ochib beryapmiz. Sababi Chelakka 7 ta mahallaga berayotgan suvimiz elektr energiyani qoplamaydi. Bu yerda katta 1,5 ming kubalik rezervuardan 4 ta nasos suv olyapti. Bu yerda bularning o'zi 100 ta 4000 ta xonadondan 100 ta xonadon shartnomasi bor. Qolganda shu sabab. Rahmat. Buni ta'minlaymiz lekin o'sha joyda. Bu yerda Chelak shahridan saylangan deputatlardan ham iltimos qilamiz. Mahalla reislari bilan birga bu bo'yicha ish olib borishdi. Yana kimda savol? Savollar bo'lmasa, bo'ldi. marhamat, o'tirishingiz mumkin. Siz so'rasiz. Ushbu masala yuzasidan To'sh tuman kengashi doimiy komissiyasi a'zosi Fatima Jonida qiziga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 25 noyabrdagi kambag'allikdan farovonlik sari dasturini amalga oshirishga faol nuroniylarni jalb etish chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezidentning 105-sonli qarorining tumanda ijrosi to'g'risida Samarqand suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati Payariq filiali boshlig'i Jahongir Abdullayevning hisoboti to'g'risidagi masala doimiy komissiya yig'ilishida ko'rib chiqilgan va xalq deputatlari tuman kengashining sessiyasi kun tartibiga kiritish tavsiya etilgan. Rahmat. Ushbu masala hisobot bo'yicha qaror loyihasi tayyorlangan. Qarorni tasdiqlab olib berishingizni so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q, betaraflar. Bir ovozdan tasdiqlang.
kun tartibidagi 7-chi, 8-chi, 9-chi masalalar yuzasidan so'z tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi boshliq o'rinbosari Ernazarov Akbar Ali Bahriyevichga beriladi. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli deputatlar, hurmatli tashkilot rahbarlari. Xabarlaringiz bor, 2025-yil tumanimizda yaxshigina o'zgarishlar bo'ldi. Shu qatori Yangi O'zbekiston maydoni barpo etildi. Yangi O'zbekiston maydoni barpo etilishiga asos 2025-yil 13-noyabrdagi tuman mahalliy byudjetining 3-chorak daromadlar rejasini orttirib bajarilgan qismini mablag'laridan foydalanib 740-7-100 sonli qaror asosida ishlatilish to'g'risida hisobot berib o'taman. Byudjet kodeksining 126-moddasiga asosan, ya'ni xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar kengashlar hisobot berish sharti bilan qo'shimcha manbalar yo'naltirish bo'yicha qarorlar qabul qilish belgilangan. Kodeks talablari bilan aholining turmush sifati va tuman infratuzilmasini yaxshilash va fuqarolar uchun hordiq, sayr, madaniy tadbirlar va ommaviy yig'ilishlar o'tkazish mumkin bo'lgan ochiq, xavfsiz va zamonaviy jamoat maskanini tashkil qilish maqsadida Hayot tumani markazi Yangi O'zbekiston maydonlarini tashkil etish maqsadida Hayot tumani hokimining 2025-yil 13-noyabrdagi tuman mahalliy byudjetining 2025-yil 3-chorak daromadlar rejasini orttirib bajarilgan mablag'lardan foydalanish to'g'risidagi qaror qabul qilingan. Qarorga asosan tuman mahalliy byudjetining 2025-yil 3-chorak daromadlar rejasini orttirib bajarilgan qismi mablag'lar hisobidan, ya'ni yer sotishdan 560 million, bundan tashqari 250 million mablag'lar, ya'ni jami 810 million so'm mablag'lar obodonlashtirish boshqarmasiga ajratib berilgan va foydalanilgan. Tuman obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan ajratilgan mablag'lar qarorda belgilangan tartibda maqsadli foydalangan va tuman markazida Yangi O'zbekiston maydoni 560 million so'm mablag' asfalt qoplamasi sotib olingan va qoplandi. Tuman markazi 250 million so'm archa bezaklari olib kelinib, yangi yil archasi o'rnatilganini ma'lum qilamiz. Keyingi masala bo'yicha, ya'ni ushbu mavzumizda tuman mahalliy byudjetining qo'shimcha manbalarini ishlatilishi yuzasidan 2025-yilning 4-chorak ijrosi bo'yicha sizlarga ma'lumot berib o'tmoqchiman. Tuman mahalliy byudjetining qo'shimcha manbalari, ya'ni 4-chorak 2025 4-chorak ijrosi bo'yicha Xalq deputatlar Hayot tuman kengashining 2025-yil 15-oktyabrdagi qarori bilan tuman mahalliy byudjetining 2025-yil 3-chorak rejasini orttirib bajarilgan qismi tuman hokimining apparat xodimlari, xalq deputatlar tuman kengashi kotibiyat xodimlari, ya'ni 2020 sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr oylari uchun ustama puli ajratilgan. Undan tashqari tuman mahalliy byudjetining 3-chorak rejasini orttirib bajarilgan qismi hisobidan tashabbusli byudjet uchun 546 million so'm ajratilgan va ijrosi ta'minlangan. Undan tashqari tuman iqtisodiyot moliya bo'limining xodimlarini 2025 sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr oylari uchun ustama puli, ya'ni
rag'batlantirilgan. Tuman hokimi obodonlashtirish boshqarmasi balansidagi avtomobil avtotransport vositalarini texnik ko'rikdan o'tkazish uchun ajratilgan summa, ya'ni 9.179.000. Bundan tashqari Choshtepa mahallasida obodonlashtirish xodimlarini dam olish xonalarini joriy ta'mirlash uchun ajratilgan. Bundan tashqari Do'stobod mahallasidagi 25-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotini hojatxona binosini qurilish uchun 98 million so'm bunga ajratilgan. Bundan tashqari 28 million so'm tuman hokimligi balansida bo'lgan avtomobil mashinalarini yoqilg'i bilan sotib olish uchun ajratilgan. Rahmat. Hayat tumani 25-yilga mahalliy byudjetni tasdiqlash to'g'risidagi masalaga Hurmatli rais, hozircha savolim shulardan iborat. Rahmat. Savollar bormi? Raqamlarni kitobga kiritish kerak edi. Kiritish kerak edi. Birinchidan raqamlarni osonroq bo'lardi. Masalan, 3-chorak ortilgan mablag'ni 3 milliard shuncha, masalan 10 milliard shuncha. Shundan shunchasi shunchaga ajratildi. Shuncha yana qolyapti deydi. Yo biz deputatlarga aytadi, nimaga ishlatsak bo'ladi, shuni takliflar berasizlarmi? Mana yaqinda biz yana bemor becharalar kasallar ro'yxatini berdik. Shuning uchun bu hisobotliklarni biz tushunmadikda, ortilgan mablag'ni qanchasi qayerga ishlatildi, nima bo'ldi, yana qancha qolyapti, elib qolmayapti. Shunaqa kelajakda biz chunki byudjetni nazar qilishimiz kerak. Deputatlar shu byudjet mablag'i qayerga ketyapti, to'g'ri yo'naltirilyaptimi, noto'g'ri yo'naltirilyaptimi? Rahmat. Marhamat, bo'lsa moliya bo'limidan yana bir xodimimiz Ijara bo'lish uchun ruxsat beriladi. joyingizda turib aytavering, chunki savol bo'lishi mumkin. Avval 3-chorakda 883 millionimizni bajaryapmiz. Ishlatish bo'yicha 2025-4-chorakda belgilangan o'sha ma'lumotlar to'liq xarajat chiqadi. Bu sessiyani nimasida ko'rsatildi? Sessiyada hammasi kirdi. Yo'q, rahmat. Tasdiqlanganini bilamiz, sizlar hisobotda o'qimayapsiz. Yo, hozir shu gap ketyapti-da, o'sha kiritilib o'tmaganligi. Mana hozir mana qiziq bo'lyapti, meni o'zim ham hech yerdan topolmadim-da, asfalt yotqizildi dedim-ku. Qancha pulga qayerga asfalt yotqizildi? O'shani izlab topolmay shu savol o'ylanyapti. Hisobotga kiritilmagan deyapsiz-da. Ha, agar shu hisobotga kiritilsa savol tug'ilmaydi u. Biz umuman tanib chiqish majburiyati bular. Tushunamiz. Gap shungacha qog'ozga tushirish kerak edi deydi. Shunda-da mana hozir men boyagi asfalt yotqizildi deyapti. Men buni ko'rdim, yo'q. Endi o'ziga savol tug'ilyapti-da, shuni men shuncha asfaltni qayerga yotqizdi, qancha so'mmaga, qancha ortilgan pul qoldi deb so'rashga to'g'ri kelyapti. Biz agar bundan o'rganib qo'ygan bo'lardik. 560 million yer sotish tushgan tushumlardan ajratilgan, ya'ni O'zbekiston maydoni uchun ko'rsatilgan To'g'ri, bu hisobotda hurmatli deputatlar, hurmatli rais, e'tirozlaringiz to'g'ri. Bu masalani ozgina nima deydi? Aytilmaydigan sabablar bo'lib qoldi. Shoshib nima qildik? Uzr so'raymiz. Kelgusi sessiyalarda bunday kamchiliklar qaytarilmasligiga va'da beramiz va jiddiy qaraymiz bu masalaga. Rahmat. Ushbu masala bo'yicha qaror loyihasi tayyorlangan. Ushbu masala yuzasidan so'z tuman
Kengaşlarının Komissiyasi Reisi Alisher Namozov keladi. Marhamat. Shu yerda gapirmaydi. Ha? Chiqasizmi? Ana shu masala bo'yicha 25-yilgi budjet tasdiqlaganmiz. 24-yilda dekabr oyida, 27-dekabrda tasdiqlangan eslaringizda bo'lsa, o'shandan keyin endi o'sha boyagi razziyalar bergan o'zgartishga berganmiz. Kecha doimiy komissiyada ko'rib chiqdikda o'shani o'zgartirish, o'sha qarorga o'zgartirish kiritishga tavsiya berdik. Keyin bu boyagi orttirilgan summalarni doimiy komissiyada ko'rib chiqdi. Lekin kamchiliklarni hazmani ko'rgan kamchiliklarni o'zini topolmay qoldim hozir. Savol o'rgandim. Demoqchimanki, bular hammasi doimiy komissiyada ko'rib chiqildi. Hurmatli, shunga tavsiya etganmiz. Rahmat. Rahmat Alisher Namozov. Ushbu masala bo'yicha qaror loyihasi tayyorlangan. Qarorni tasdiqlab ovoz berishingizni so'rayman. Ushbu masalalar kun tartibidagi 7-masala bo'yicha qaror loyihasi tayyorlangan. Qarorni tasdiqlab ovoz berishingizni so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar yo'q, e'tiroflar yo'q. 8-masala. Byudjet kodeksining 126-moddasiga asosan Payariq tumani hokimining 2025-yil 13-noyabrdagi Payariq tumani mahalliy byudjetining 2025-yil 3-chorak daromadlar rejasining orttirib bajarilgan qismi mablag'lardan foydalanish to'g'risidagi qarori bilan ajratilgan mablag'larni ishlatilish to'g'risidagi tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i o'rinbosari Erdazarov Akbar Ali Baqilayevichning hisoboti to'g'risidagi masala yuzasidan qaror loyihasi ishlab chiqilgan. Shu qaror loyihasi bo'yicha ovoz berishingizni so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q, betaraflar yo'q. Kun tartibidagi 9-masala tuman mahalliy byudjetining qo'shimcha manbalari mablag'laridan foydalanish to'g'risida tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i o'rinbosari Ernazarov Akbar Ali Baqilayevichning hisobot to'g'risidagi masala yuzasidan qaror loyihasi ishlab chiqilgan. Qarorni tasdiqlab ovoz berishingizni so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q, e'tiroflar yo'q. Birozdan tasdiqlandi. Kun tartibidagi navbatdagi masala O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 2025-yil 17-dekabrdagi tashabbusli byudjet jarayonlarini o'tkazish hamda moliyalashtirish tartibi to'g'risidagi nizomga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi KT-208B sonli qarori ijrosini ta'minlash to'g'risidagi masala kiritilgan. Yuqoridagi qaror ijrosini ta'minlash maqsadida tashabbusli byudjet jarayonlarini nazorat qilish bo'yicha ishchi guruh tarkibi va nizomini yangilab tasdiqlashimiz kerak. Ushbu masala bo'yicha kimda qanday savollar? Ushbu masala yuzasidan so'z tuman kengashi doimiy komissiyasi Reisi Alisher Namozovga beriladi. Marhamat. Buni ham hurmatli rais etuvchi bu buni bo'yicha ham Rahmat Alisher Namozov. Ushbu masala bo'yicha qaror loyihasi tayyorlangan. Qarorni tasdiqlab ovoz berishingizni so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q, betaraflar yo'q. Kun tartibidagi navbatdagi masala Payariq tumanida joylashgan Oq oltin dehqonobod nasos stansiyasi, Mirishkor, Paxtakor nasos stansiyasi hamda Turkiston nasos stansiyasi xorijiy investitsiya mablag'lari hisobidan modernizatsiya qilish yuzasidan takliflarni ko'rib chiqish bo'yicha Payariq tuman nasos stansiyalari va energetika bo'limi boshlig'i Sharipovning hisoboti to'g'risida. Marhamat.
hurmatli deputatlar, qatnashchilar, O'zbekiston Respublikasining 20-yil 10-iyuldagi O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligini rivojlantirish 2020-2030 yillarga mo'ljallangan konsepsiyasi tasdiqlash to'g'risidagi 6.024 sonli farmonda suv xo'jaligi nasos stansiyalari, energetika samaradorligini oshirish va foydalanish xarajatlarini kamaytirish, shuningdek, mas'ullarning foydali ish koeffitsiyentini oshirish, nasos stansiyalari bosqichma bosqich modernizatsiya qilish, shu jumladan eskirgan nasos stansiyalar, elektrodvigatel va transformatorlarni hamda ularni bosqichma bosqich tizimini energiya tejamkor uskunalardan almashtirish, muqobil energiya manbai, shu jumladan quyosh panellaridan foydalanish yo'lga qo'yish, bosqichma bosqich quvurlar, kapital ta'mirlash va yangilash, nasos stansiyalariga raqamli texnologiyalar asosida elektr energiya iste'molini va suv sarfini onlayn rejimda tomonidan olib borish, nasos stansiyalarida xarajatlarni kamaytirish maqsadida hisobot beruvchi qisqacha gapiring, mana Dehqonobod, Turkiston, Paxtakor, bu albatta o'sha ko'tarma nasoslar orqali suv chiqarib, anchagina qiyinchilik, mashaqqat bilan paxta, g'alla va boshqa mahsulot yetishtiriladigan hududimiz. Endi o'sha yerdagi energiya va boshqa xarajatlar kamaytirmoqchisiz. Shunga investitsiya kiritmoqchisiz, to'g'rimi? Qancha investitsiya kiritiladi? Qayerdan kiradi va qanaqa o'zgaradi? Nima o'zgaradi? Qisqacha ayting. Bayariq tumanida 1980-yilda ishlangan Oqoltin, Dehqonobod, 1991-yilda Mirishkor, Paxtakor nasos stansiyasi hamda 79-yilda ishlab chiqarilgan Turkiston nasos stansiyasi modernizatsiya qilish kiritilgan. Nasos stansiyalari uskunalarini yillar davomida foydalanish jarayonida ko'plab muammolar, shu jumladan uskunalarning eskirgan sababli stansiyalar ko'plab muammolarga duch kelinyapti. Shunga qarab, shu agar modernizatsiya qilib yangilansa, Oqoltin, Dehqonobod nasos stansiyalari modernizatsiya qilish 662 gektar yer maydoni, Minchuqur stansiyasida 283 gektar maydoni, Turkiston nasos stansiyasida 504 yer maydoni suv bilan barqaror ta'minlash rejalari amalga oshirilsa, ehtiyot qo'shimcha so'rab yillik xarajatlar kamaytirish va davlat byudjet mablag'larini rejadagi nisbatan iste'molni kamaytirishga erishiladi. Rahmat. Savol bormi? Yo'qmi? Bitta savol tug'ildi-da shu yerda. Hozir raislik qiluvchi bergan savolga ham javob bermadingiz. Nima qilish kerak o'zi? Remont qilish kerakmi? Almashtirish kerakmi? Almashtirilsa qancha pul kerak? Qayerdan kerak? Kim beradi pulni? Shu masalalarni londa aniq gapiring. Sistem mablag'laridan boyagi mablag'lardan amalga oshiriladi. Ularda barqaror gektar yerlari barqaror summa ta'minlanadi. Boyagi aytgan jumladan gektarlar. Burada bitta taklif bor. Prosta taklif bor bu yerda. Bitta endi bitta taklif bo'ladiki, o'sha mutaxassislarga qaratish kerakda, o'sha masalan o'shani elektr energiyasi. Hozir bu yerda ketyapti, masalan, solnishni qo'yapti, masalan. Batareyadan foydalanganda qancha xarajat ketadi-da, qancha yilda qoplaydi-da, ungacha bu yaraymi yo'qmi? Undan ko'ra bu tayyor elektr energiyasidan muqobil emas, elektr energiyadan foydalansa yaxshimi?
Şu bitta taklif bersangiz, o'sha taklif bu mutaxassislarga berish kerak. O'shani ishlab chiqsin. Mana hozir bir milliard xarajat qildingiz. So'nishda tekin lekin quyoshdan oladi deb. Lekin bu o'zini o'tamay 500 millionni ishlab chiqqancha bu oda bo'lsa bu. Undan qolay bu 1 milliard xarajat chiqqancha 500 million mana ishlatilgan ma'qulga bo'lib tushadi. Rahmat. Shuni raqamlashtirish, elektro dvigatellarni o'rnatish, transformatorni o'rnatish, zamonaviy asfalt ishlovlarini tarkish. Onlayn bosqichma bosqich qo'yilyaptimi, aqlli cho'chiqlar qo'yilyapti, zamonaviy uni bilayotgan turib qancha elektr energiya sarf qilyapti, qancha suv chiqaryapti, shunga qarab mo'ljallab hisobga olmaydi. Agar ko'proq mana shu elektr dvigatellar yangi qo'yilsa, bundan 20% darajasida yana elektr energiya tejash. Rahmat. Buni u hududda hozir aytayotgan gektarni o'sha barqaror suv bilan ta'minlash haqida gapiryapsizda. Endi uni ochiqroq gapirsak masalan muvofiq bo'ladi. Endi u hududda qariyb 5-yil, 5 yildan ham ziyod bo'lyapti-da. Unaqangi suvni ta'minlashda menimcha iloji yo'q-da uni. Oddiy misol, bitta o'sha nimaga sklajga qo'yilgan motor o'sha 220 volt masalan bilmem transformatorda suvga ishlamaydi-da. Bo'lsa masalan ikkisini uchini o'shani chiqarib bera olmaydi. 20 lik turbadan suv chiqarib beradi. U suvni siz qayerda rejalashtiryapsiz? U oqim suv endi deyarli yo'q narsa. U chekka hududga aytyapman 5 yildan oshyapti, suv bormaydi. Bu sklajni olish uchun katta elektr stansiya qurish kerak. Uni nimadan chiqarasiz? Uni qanday ta'minlaysiz? 600 necha gektar nima? Mana Dehqonobod hududida yaqin quyosh panelini o'rnatildi. Mana Pejomqonda tashqi 30% da kamaytirildi. Dehqonobod markazida o'rnatilgan sklajlar. Shu bo'yicha keyingi masala mana hozir mana tumanimizda yangi rahbar kelgan, mana boshidan suvni shu kelgandan nimasida shu harakatda Dehqonobod hududida eng chekka hududida suvni ta'minlaydigan degan mana rejamizda bor bu narsa bo'lyapti. Mana yem tashkilot nimalari yaxshi bo'lyapti, buni rivojlanishi, buni yaqinda kechagi quvonchli voqea bo'ldi. Bayoningiz uchun qariyb 2 ta ekspluatatsiya aktivdi. Mana shu bo'yicha yillar davomida qazilmagan oriqlar qazilanyapti, e'tiborlaringiz mana ko'rayotgan bo'lsalaringiz bizlarda. Shu bo'yicha harakatlarimiz nasib bo'lsa, demak, rejada hammasi bu masalan fermerlar tomonidan qurilganlari ishlamayapti. O'zini o'sha ikki maydon sug'orolmayapti. Uni ham biz ro'yxatini beryapmiz. Yaqinda mana Xitoy nimasi bilan Tejomkor elektr dvigatel o'rnatilyapti. Undan qariyb 50% da Boshqa savol yo'qmi? Yo'q, bo'ldi, yetarli. Bu masala yuzasidan Qonun Kengashlari komissiyasi raisi Shohib Mirzaqulovichga beriladi. Marhamat. Ayak tumanida joylashgan Oqoltin nasos stansiyasi, Mirishkor nasos stansiyasi hamda Turkiston nasos stansiyalari xorijiy investitsiya mablag'lari hisobidan modernizatsiya qilish yuzasidan takliflarni ko'rib chiqish to'g'risidagi masalalar doimiy komissiya yig'ilishida ko'rib chiqilgan va xalq deputatlari tuman kengashining sessiyasi kun tartibiga kiritish tavsiya qilingan. Rahmat, ushbu masala hisobot yuzasidan qaror loyihasi tayyorlangan. Qaror loyihasini tasdiqlab berishimiz so'rayman. Rozilar. Rahmat. Qarshilar? Yo'q, betaraflar yo'q. Kun tartibidagi navbatdagi masala. Ayak tumani hududida xotira maydonini tashkil etish to'g'risida masala ham sessiyamiz kun tartibiga qo'yilgan. Ushbu masala bo'yicha
Tuman Kengash Daimiy komissiyasi raisi Bahriga Ulashevga so'z beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum. Muvaffaqiyatlar, sessiya qatnashchilari. Xabarlarimiz bor. Tumanimizdagi bir qator o'zgarishlardan shu yangi O'zbekiston maydoni atrofidagi xotira maydoniga maydoni tashkil etilyapti. Buni oqsoqollar, tuman nuroniylar taraflari keng qo'llab-quvvatlanyapti. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 26-yil 5-fevraldagi ko'p kvartirali uylarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida 48 sonli qarori ijrosi yuzasidan Payar tumanida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida masalalar doimiy komissiya yig'ilishida ko'rib chiqildi va xalq deputatlar tuman kengashi sessiyasiga kun tartibiga kirish tavsiya etildi. Rahmat. Hurmatli deputatlar, birinchi masala yuzasidan qaror loyihasi ishlab chiqilgan. Ushbu qaror loyihasini tasdiqlab ovoz berishni so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Ushbu so'zga chiquvchi tilga olgan ko'p kvartirali uylarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 48 sonli qaror ijrosi yuzasidan masala bo'yicha qaror loyihasi ishlab chiqilgan. Ushbu qaror loyihasi bo'yicha ovoz berishni so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Rahmat. Hurmatli deputatlar, so'z tuman kengashining 23-sessiyasini o'tkazilishi haqida axborot berish uchun sessiya kotibi Shamsiyev Jasur Madihovichga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Xalq deputatlar Payar tuman kengashining navbatdagi 23-sessiyasi 2026-yil 12-mart kuni 14:00 da tuman hokimligining katta majlislar zaliga chaqirildi. Sessiya kun tartibiga 13 ta masala muhokama qilindi. Sessiya kun tartibiga kiritilgan 13 ta masala yuzasidan hisobot va axborotlar tinglanib, deputatlar tomonidan savollar berildi va fikr-mulohazalar bildirildi. Barcha masalalar yuzasidan sessiya qaror loyihalari bir ovozdan ma'qullanib tasdiqlandilar. Sessiya yakunida xalq deputatlari tuman kengashining 24-sessiyasiga ijtimoiy soha, yoshlar siyosati, madaniyat va sport masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi tomonidan tayyorgarlik ko'rishi belgilandi. Shuning bilan xalq deputatlari Payar tuman kengashining navbatdagi 23-sessiyasi o'z ishini yakunladi. Rahmat. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi barcha masalalar muhokama etib bo'lindi. Shuning bilan xalq deputatlar tuman kengashining navbatdagi 7-chaqiriq 23-sessiyasini yopiq deb e'lon qilaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.